Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda ham muhim hayotiy ahamiyatga molik bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillari, ya'ni pensionerlarimiz uchun suv va havodek zarur. Ishonchim komilki, sizning ko'pchiligingiz bu ajoyib yangiliklardan hali xabardor emassiz va bu sizning cho'ntagingizga jiddiy darajada ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki men sizga hozir aytib beradiganlarim sizning kundalik hayotingizdagi xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi va sizning moliyaviy ahvolingizni ancha yaxshilaydi. Bu shunchaki bir guruh va'da emas, balki hukumat tomonidan joriy etilgan aniq va amaliy dasturlar haqida gap ketmoqda. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganiga bir nazar solaylik. Ilgari pensionerlar uchun mo'ljallangan yordam dasturlari ko'pincha tarqoq, murakkab va ba'zan tushunarsiz edi. Ko'plab keksa avlod vakillari, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar qanday yordam olishlari mumkinligini, qayerga murojaat qilish kerakligini yoki qanday hujjatlar talab etilishini bilmas edilar. Ba'zan yordam olish uchun uzun navbatlarda turish, turli idoralarga qatnashish lozim bo'lar edi. Bu esa keksa odamlar uchun ancha mushkul vaziyatni keltirib chiqarardi. Ma'lumotlarning yetishmasligi sababli ko'plab huquqlardan to'liq foydalana olmas edilar. Ko'pgina hollarda imtiyozlar faqat muayyan toifadagi pensionerlarga berilar edi va boshqalar bu imkoniyatlardan bexabar qolar edilar. Bu esa o'z navbatida ijtimoiy adolatsizlik hissini uyg'otishi mumkin edi. Odamlar o'zlarining huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasliklari tufayli ko'plab imkoniyatlarni qo'ldan boy berishardi. Ammo bu oyda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat pensionerlarimizni ijtimoiy himoya qilish va ularning turmush darajasini oshirish maqsadida qator yangi, juda muhim dasturlarni ishga tushirdi. Bu dasturlar nafaqat mavjud imtiyozlarni kengaytiradi, balki yangi moliyaviy yordam mexanizmlarini ham joriy etadi. Asosiy maqsad pensionerlarning kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari, transport xizmatlari va boshqa kundalik ehtiyojlar uchun sarflaydigan pullarini sezilarli darajada kamaytirishdan iborat. Bu o'zgarishlar nimadan davlat beradi? Bu shundan davlat beradiki, davlatimiz o'zining faxriy fuqarolariga g'amxo'rlik qilishni ustuvor vazifa deb biladi va ularning hayotini yanada farovon qilish uchun aniq choralar ko'rmoqda. Endi yordam olish jarayonlari soddalashtirilgan. Ba'zi imtiyozlar avtomatik tarzda taqdim etilishi mumkin va eng muhimi, bu dasturlar haqida ma'lumot kengroq tarqatiladi. Bu yangi dasturlar iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan keksa avlod vakillariga qaratilgan bo'lib, ularning hayotini osonlashtirishga qaratilgan. Keling, ushbu yangi dasturlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga qanday yordam beriladi, kim tashvishlanishi kerak va kimga bu ma'lumotlar kamroq tegishli bo'lishi mumkin. Men sizga bir nechta aniq hayotiy misollar keltiraman, raqamlar bilan tushuntirib beraman, toki siz vaziyatni tushunib yeting. Birinchi va eng muhim dasturlardan biri bu kommunal xizmatlar uchun subsidiya tizimining kengaytirilishi. Bilamizki, har oy elektr energiyasi, gaz, suv va issiqlik uchun to'lovlar pensionerlarimizning byudjetida salmoqli joy egallaydi. Avvallari faqat juda kam ta'minlangan yoki nogironligi bo'lgan pensionerlardan subsidiya olishlari mumkin edi. Va bu jarayon ba'zan murakkabliklar bilan bog'liq edi. Endi esa hukumat barcha pensionerlar uchun ularning daromadidan qat'iy nazar kommunal to'lovlar bo'yicha ma'lum bir foizda chegirma yoki qat'iy miqdordagi kompensatsiyani joriy etdi. Ba'zi hududlarda bu avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni sizning pensiya fondi bilan bo'lgan ma'lumotlaringiz asosida chegirma billing tizimiga kiritiladi. Boshqa hollarda esa juda sodda ariza topshirish talab etiladi. Misol uchun, Samarqandlik Dilfuza opa 72 yoshda yolg'iz yashaydi. Uning oylik pensiyasi 1.200.000 so'm. O'tgan oy uning elektr energiyasi uchun to'lovi 1.5 so'm, gaz uchun 1.5 so'm, suv uchun esa 1.5 so'm bo'lgan. Jami 220.000 so'm. Yangi dasturga ko'ra u kommunal to'lovlarning irim baznisi miqdorida chegirma olish huquqiga ega bo'ldi. Bu degani u har oyda 220.000 so'mning irim bazini, ya'ni 14.000 so'mni tejaydi. Bir yil ichida bu 7.8 so'm degandir. Bu juda katta miqdordagi mablag' bo'lib, Dilfuza opa bu pulni o'zining boshqa ehtiyojlariga, masalan, dori-darmon yoki oziq-ovqat mahsulotlariga ishlatishi mumkin. Bu kabi tejamkorlik uning moliyaviy barqarorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ikkinchi muhim dastur
dori-darmon xarajatlarini qoplash yoki ularga chegirmalar berish. Ma'lumki, keksa yoshda turli kasalliklar ko'payadi va dori-darmon xarajatlari og'ir yuk bo'lishi mumkin. Ilgari faqat eng kam ta'minlangan pensionerlar yoki aniq kasalliklarga chalinganlar dori-darmon uchun subsidiya olishlari mumkin edi. Endi esa hukumat muhim dori-darmonlar ro'yxatini kengaytirdi va ularga pensionerlar uchun maxsus chegirmalarni joriy etdi. Bu chegirmalar maxsus belgilangan dorixonalarda amal qiladi va ba'zi hollarda xarajatlarning ma'lum bir qismi pensiya jamg'armasi orqali qoplab berilishi mumkin. Misol tariqasida Toshkentlik Akmal aka 68 yoshda yurak kasalligi bor va har kuni qimmatbaho dori-darmon qabul qiladi. Uning oylik dori-darmon xarajati 400 ming so'm atrofida edi. Yangi dastur tufayli u ushbu dori-darmonlarni davlat tomonidan belgilangan dorixonalardan 30% chegirma bilan sotib olish huquqiga ega bo'ldi. Bu unga har oyda 20 ming so'm tejash imkonini beradi. Bir yil davomida bu 1 million darajada ming so'm deganidir. Bunday imkoniyat Akmal akaning sog'ligini saqlashga sarflanadigan xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi va uning byudjetiga og'irlik tushirmaydi. Bu kabi yordam ko'pchilik keksa odamlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. 3-dastur jamoat transportida imtiyozlar. Bu ayniqsa shaharlarda yashovchi pensionerlar uchun juda qulay. Ilgari jamoat transportida imtiyozlar cheklangan edi va ko'pincha faqat urush faxriylari yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga taqdim etilardi. Endi esa barcha pensionerlar uchun shahar jamoat transportida avtobus, metro bepul yoki juda katta chegirmali yo'l haqi joriy etildi. Buning uchun maxsus pensioner ID karta yoki transport kartasini olish kifoya. Misol uchun Buxorolik Sharifa Aya Oltindo'qin yoshda har hafta shahar bo'ylab o'z nabiralarini ko'rgani boradi. Ilgari u oyga transport xarajatlariga taxminan 1 ming so'm sarflardi. Yangi pensioner transport kartasi bilan uning barcha sayohatlari bepul bo'ldi. Bu unga oyga takalmay 1000 so'm, yiliga esa 960 ming so'm tejash imkonini beradi. Tasavvur qiling, bu pulni u o'zining boshqa ehtiyojlariga ishlatishi yoki shunchaki jamg'arishi mumkin. Bu nafaqat moliyaviy tejamkorlik, balki unga harakat erkinligi va ijtimoiy faollikni ham qaytaradi. Ushbu dasturlar pensionerlarimizning turmush sharoitini yaxshilash, ularga ko'proq moliyaviy erkinlik berish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Bu shunchaki kichik yordam emas, balki ularning kundalik hayotiga jiddiy ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim o'zgarishlardir. Bu o'z navbatida ularning farovonligini oshiradi, stress darajasini kamaytiradi va hayot sifatini yaxshilaydi. Endi esa bu dasturlardan foydalanishda uchraydigan istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar haqida gaplashaylik. Chunki hamma dasturga to'liq javob bermasligi mumkin va ma'lumotning har bir bo'lagini bilish muhimdir. Birinchidan, har bir pensioner ham barcha dasturlarga avtomatik tarzda to'liq mos kelmasligi mumkin. Ba'zi dasturlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha qo'shimcha subsidiyalar faqat belgilangan minimal pensiyadan kamroq daromadga ega bo'lganlarga berilishi mumkin. Yoki dori-darmonlar uchun kompensatsiya faqat ma'lum bir surunkali kasalliklarga chalinganlarga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi dasturlar urush faxriylari, mehnat faxriylari, yolg'iz yashaydigan keksa odamlar yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar kabi alohida toifalar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning toifangizni aniqlash va qaysi dasturlarga mos kelishingizni bilish juda muhim. Ikkinchidan, murojaat qilish muddatlariga e'tibor bering. Ba'zi dasturlar cheklangan vaqt davomida amal qilishi yoki ularga murojaat qilish uchun aniq muddatlar belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, bir martalik yordam pullari uchun arizalar ma'lum bir sana oxirigacha qabul qilinishi mumkin. Muddatni o'tkazib yubormaslik uchun doimo yangiliklardan xabardor bo'lish lozim. Uchinchidan, talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati. Bu eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri. Odatda pasport, pensiya guvohnomasi, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan. Tibbiy ma'lumotnomalar. Agar dori-darmon, subsidiyalar haqida gap ketsa va ba'zan bank hisob raqami ma'lumotlari talab qilinadi. Bitta hujjatning yetishmasligi arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni to'liq va tartibli qilib tayyorlash lozim. 4-dan, eng ko'p uchraydigan xatolar va ularni qanday oldini olish mumkin. Kech murojaat qilish. Yuqorida aytilgandek muddatlarni o'tkazib yubormang.
yangiliklarni kuzatib boring. 2. To'liq bo'lmagan ma'lumot berish. Ariza blankasini to'ldirishda yoki hujjatlarni topshirishda barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va to'liq ko'rsating. Shoshilmang. Har bir bandni diqqat bilan o'qing. 30. Ba'zi imtiyozlar haqida bilmaslik. Ko'pincha pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlardan xabardor bo'lmaydilar. Bu esa ularning huquqlaridan to'liq foydalana olmasliklariga olib keladi. Bizning kanalimizni kuzatish orqali bu muammoni hal qilishingiz mumkin. Va 5-dan e'tiborga olish lozim bo'lgan nozik jihatlar. Imtiyozlarni birlashtirish. Ba'zi hollarda siz bir nechta dasturdan bir vaqtning o'zida foydalanishingiz mumkin. Ammo ba'zan ularni birlashtirishga cheklovlar qo'yiladi. Masalan, bitta xarajat uchun 2 xil subsidiya ola olmasligingiz mumkin. Bu haqda har bir dasturning shartlarini diqqat bilan o'rganing. Avtomatik yoki ariza asosida. Ba'zi imtiyozlar sizning pensiya fondidagi ma'lumotlaringiz asosida avtomatik ravishda tayinlanishi mumkin. Masalan, ayrim kommunal to'lov chegirmalari, boshqalari esa sizdan faol ravishda ariza topshirishni talab qiladi. Qaysi biri sizga tegishli ekanligini aniqlab oling. Mahalliy yoki milliy dasturlar. Ba'zi dasturlar butun mamlakat bo'ylab amal qilsa, ba'zilari faqat ma'lum bir viloyat, shahar yoki tuman miqyosida joriy etilgan bo'lishi mumkin. Bu haqida aniq ma'lumot olish zarur. Vaqt o'tishi bilan o'zgarishlar. Hukumat dasturlari doimiy ravishda takomillashtiriladi va o'zgaradi. Shuning uchun doimo yangiliklardan xabardor bo'lib turish, ma'lumotlarni muntazam ravishda tekshirib turish muhimdir. Aziz do'stlar, bu ma'lumotlar shunchaki nazariy emas, balki amaliy qadriyatga ega. Ular sizga o'zingizning huquqlaringizni himoya qilishga va davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanishga yordam beradi. Endi ushbu imkoniyatlardan foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Bu jarayonni iloji boricha soddalashtirishga harakat qilaman. Birinchi qadam, o'zingizning huquqingizni aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan dasturlarning qaysi biri sizga tegishli ekanligini aniqlashdan boshlang. Sizning yoshingiz, daromadingiz, oilaviy ahvolingiz, yolg'iz yashaysizmi yoki yo'q? Sog'lig'ingizdagi muammolar agar mavjud bo'lsa va ijtimoiy toifangiz, masalan, faxriy maqomi qaysi dasturlarga mos kelishingizni belgilaydi. Agar siz o'zingizning barcha imtiyozlaringizni bilmasangiz, quyidagi qadamlarda aytiladigan joylarga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Bu jarayonning eng muhim qismi. Hujjatlar to'plami dasturga qarab farq qilishi mumkin. Ammo umumiy ro'yxat quyidagicha: pasport, asli guvohnomasi, asli va nusxasi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar dastur daromadga bog'liq bo'lsa, bu pensiya jamg'armasidan yoki ish joyingizdan olinishi mumkin. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Yashash joyingizdagi kadastr xizmatidan ma'lumotnoma ko'pincha kommunal to'lovlar uchun subsidiya olishda talab qilinadi. Tibbiy ma'lumotnomalar yoki kasallik tarixi agar dori-darmon subsidiyalari yoki tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiya olishda talab qilinsa, bu poliklinika yoki shifoxonadan olinadi. Bank hisob raqami rekvizitlari, pul o'tkazmalari uchun har bir hujjatning asli va nusxasini tayyorlab qo'yishni unutmang. Nusxalarni saqlash ham muhim. 3-qadam, qayerga murojaat qilish kerakligini aniqlang va murojaat qiling. Bu dasturlar bo'yicha murojaat qilish uchun bir nechta asosiy joylar mavjud. Bir, mahalla fuqarolar yig'inlari, ko'pgina ijtimoiy yordam dasturlari. Ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga ko'maklashish va mahalliy darajadagi imtiyozlar bo'yicha ma'lumot olish uchun birinchi manzil. Ular sizga qanday hujjatlar kerakligini aniqlashtirishda va ariza to'ldirishda yordam berishlari mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Pensiya ta'minoti bilan bog'liq barcha masalalar, shuningdek, pensiya miqdoridan kelib chiqqan holda beriladigan imtiyozlar bo'yicha murojaat qilish joyi. Kommunal to'lovlar va dori-darmon subsidiyalari bo'yicha aynan shu yerga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. 3. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Barcha davlat idoralarining xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida taqdim etuvchi markazlar. Ko'pgina arizalar, jumladan imtiyozlar va subsidiyalar uchun arizalar DXM orqali qabul qilinadi. Bu yerda sizga elektron navbat tizimi tajribali mutaxassislar yordam beradi. 4. Hokimiyatning ijtimoiy himoya bo'limlari. Mahalliy hokimiyatlar huzuridagi ijtimoiy himoya bo'limlari ham pensionerlarga turli yordam dasturlari bo'yicha maslahatlar beradi va arizalar qabul qiladi. 5.
Astra elektron portallar, MyTalk'ı Astra agar siz internetdan foydalana olsangiz yoki sizga yordam bera oladigan yaqinlaringiz bo'lsa, MyBitDagap.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'plab arizalarni onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Bu vaqtni tejaydi va navbatlarda turishdan saqlaydi. Murojaat qilish usullari asr shaxsan eng an'anaviy usul. Kerakli idoraga ish vaqtida tashrif buyurasiz. Onlayn, agar imkon bo'lsa MyBonka.gov. Uz orqali ariza topshirish juda qulay. Telefon orqali. Dastlabki maslahat olish uchun tegishli idoralarning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 4-qadam, arizangizni kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan keyin uni shunchaki unutib qo'ymang. Arizangizning holatini tekshirib turing. DXM orqali topshirgan bo'lsangiz, sizga berilgan unikal raqam orqali onlayn yoki markazga murojaat qilib, uning holatini bilishingiz mumkin. Agar ma'lum bir muddat ichida javob olmasangiz, ikkilanmasdan qayta murojaat qiling yoki tushuntirish talab qiling. 5-qadam, hujjatlarning nusxalarini saqlang. Har qanday murojaat qilishda. Topshirgan barcha hujjatlarning nusxalarini va arizangizning qabul qilinganligi haqidagi kvittansiyani yoki ma'lumotnomani saqlab qo'yish juda muhim. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda asqatadi. Eng muhimi, hurmatli pensionerlar, savol berishdan tortinmang. Agar biror narsani tushunmasangiz, tegishli idoralardagi mutaxassislardan aniqlik kiritishni so'rang. Ular sizga yordam berishga majburdirlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bugun biz ushbu oyda pensionerlarimizning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan hayotiy muhim yangi davlat dasturlarini atroflicha muhokama qildik. Bu shunchaki mayda-chuyda chegirmalar emas. Ular sizning kundalik hayotingizga haqiqatan ham jiddiy ta'sir ko'rsatadigan muhim tejamkorlikni anglatadi. Bu imkoniyatlardan foydalanish orqali siz o'zingizning turmush darajangizni oshirishingiz, moliyaviy yukingizni kamaytirishingiz va hayotingizni yanada farovon qilishingiz mumkin. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu kabi dasturlardan foydalanganmisiz? Qanday tajribaga egasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikr mulohazalaringiz har bir kishi uchun juda qimmatli. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va bizning kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizga shu kabi muhim yangiliklarni va maslahatlarni muntazam ravishda taqdim etib boramiz. Xabardor bo'ling. O'z huquqlaringizni biling va o'z hayotingizni yanada yaxshilang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.